O'rtoqlar, Innomarka Namanganda Zikr X oppoq 2024 ga 2025 bu mashinalar salonda hozirgi kunda 36 ming atrofida turadi. Uni olganingizdan keyin ham qo'shimchasiga rusifikatsiya qilasiz, broneplyonka qilasiz, hech bo'lmaganda 4 minggacha pul sarflab olasiz, 40 mingga aylanib ketadi. Bu mashinaning narxini biz shokolad narxga tushirib qo'ydik. Agar narxini taxmin qilib turing, videoning oxirida aytaman. Taxmin qilganingizdan ham arzon aytadigan bo'lsam, like bosib, podleshkani bosib qo'yasiz. Demak, bu mashinamiz to'liq broneplyonka qilingan, 2,5 ming dollar sarflangan, rusifikatsiya qilib qo'yilgan. Unga ham bilasizlar 800 ming ketib qoladi. Mashinamiz top-toza 14 ming kilometrgina yurgan. Hamma funksiyasi bor. Abdufi ham bor, abagrafi ham bor, slipoy zonalari ham bor. Salon holatlari juda ham ideal. Sensor bilan ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Mashinani saloniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 14.8 dyumli markaziy ekran, uskunalar paneli 8.8 head-up displeylargacha bor. Yondagi o'rtog'ingiz monitorda kino ko'rib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shunday usul olsangiz, o'rtog'ingizgacha monitor bemalol o'tib beradi. Mashinani salon holatiga e'tibor beringlar. Tomlari to'la panoramadan iborat, alkantara bilan qoplangan. Mashinada 360 kamera deysizmi, Yamaha kompaniyasidan ishlab chiqarilgan akustika tizimi. Xullas, Zikr bilasizlar, juda ham tez mashina hisoblanadi. Bu mashinamizning tezligi 100 km tezlikka 3-7 sekundda maksimal darajada chiqib bo'ladi. Mashinamizning orqa qismi ham juda ham keng, sportivniy o'rindiqlar, to'liq o'rindiq orqaga surib qo'yganingizdan bemalol joy qolyapti. 12 ta o'sha akustika tizim mavjud ekan. Undan tashqari airbaglar, ya'ni xavfsizlik tizimiga ham juda katta e'tibor berilgan. Bu Zikr X'imiz, e'tibor beringlar, hamma oynasi, hamma eshiklari bezramishli oynalar. Shina o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 20 razmerdagi shina o'lchamlari moslashtirilgan. Bu mashinamizni o'sha narxini aytib o'tgandek taxmin qilib turing. Taxmin qilganingizdan ham arzon aytishga harakat qilamiz. Egalari bilan talashib tortishib, eng oxiri lekin 28300 ga sizlar tortishmaydigan qilib qo'yib qo'ydik. Bemalol Innomarka Namangan orqali chiqib bosib olsangiz bo'ladi aka. Bu Zikrimizni bagaji ham juda ham keng akalar, ko'rishingiz mumkin. Hatto kafolat sertifikatlarigacha turibdi. Akam 8 yilgacha garantiyasi bor deyaptilar. Bunaqa Innomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun Innomarka Namanganga like bosib, repost qilib, kommentariyada sizga qanaqa mashina yoqadi yoki Zikr qaysi funksiyasi yoqadi yozib qoldiring.